Assalomu alaykum, hurmatli kanalim kuzatuvchilari, aziz ustozlar. Mani ko'rib turgan barchaga xayrli kun. Maktabni tugatib olib, yozgi ta'tilda qanaqa reja qilsam ekan deb o'ylanib turibsizmi? Sizlar uchun yozgi ta'tilda ikkita maxsus kurslarimga taklif qilib o'tmoqchiman. Mani endigina ko'rib turgan barcha uchun qisqagina o'zim haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. 10 yillik tajribaga ega oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bundan tashqari ona tilidan 50% milliy sertifikat egasiman. Hurmatli ustozlar, yozgi ta'tildan ikkita kursni reja qilganman. Birinchisi, boshlang'ich ta'limda attestatsiya jarayonida matematika fanlaridan qiynalyapsizmi yoki darslarda matematikani bolaga yetkazib berishda sizni usulingiz boshlang'ich ta'limga tushmayaptimi? Demak, bu kurslarim aynan siz uchun. Ikkinchisi, mental arifmetika bo'yicha